Mesela köküle bunu dehqonchilik mana jangchini balasi. 5 kilo köküle mana tuladi. Bu ham. Buni o'zim ochirganman köküle hozir tashqariga qo'yib yubordim. Bir soatdan o'tdi, bir titinib aylanib olsin deb. Mana köküle. Kichkinagina piqchasi bor köküle. Bu ham jo'ja bo'lib ushardi xolasi. Oyoqlari ham but-butun köküler hamma joyi mana. Seriozniy puldan urushgan aka. Ular javob beraman xorozga, nobora tulatib chiqarib aka. Ular urush turganlaringda sizlarga kelib bermasa, qaytarib bera olasizlar. Haqiqiy xorozda erkak aka. Ular stoykasi ham bir o'zi yomg'irda turganda o'xshaydi aka. Ular ustidan paqirda suv quysa xoroz dumini chotiga tiqib oladi, mana shunaqangi aka. Ular o'zi hayotda. Jon insonimiz mana aka. Ular jangchini balasi aka, ular shu zo'rini boqaman Sulaymon xorozda erkagi. Tulovdom aka, ular 5,5 kiloda urushadi tulab chiqib. Jo'jalar, xorozlar, to'g'lar hamma bir qo'yib yubordim da erkalar yursin.